Всем здравствуйте, hammaga assalomu alaykum. Bizlar hozir Toshkent markazida turibmiz. Mirzo Ulug'bek va Maxtumquli ko'chasi kesishuvi. Перекресток Mirzo Ulug'bek и Maxtumquli. To'g'riga borsak, 3 ta stanovkadan keyin skver bo'ladi. Chapga borsak, metro mashinastроителей 1,5 ta 2 ta ostanovka yo'l. Bizlar hozir 2 xonali kvartira ko'ramiz. 4 etajli g'ishli domda joylashgan, 2-etajda. Kvartira domimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan, juda ham yaxshi. Tavsiya qilaman shu kvartirani. Bitta kamchiligi bor, lekin kvartira remont talab. Lekin joylashgan joyi, narxi juda ham yaxshi. Kvartirani ham yashash uchun olsa bo'ladi, ham ofis qilaman deganlarga ham, ofis uchun ham juda ham yaxshi lokatsiya. Domimizning yonida shundoq supermarketlar, magazinlar, aptekalar joylashgan. Transport shaharning hamma joyiga boradi. Metro yaqin. Skvergacha domimizdan 5 ta ostanovka avtobusdan, metrogacha 4 ta ostanovka. Juda ham qulay. Peshqon borsa ham bo'ladi. Shu kvartirani tavsiya qilaman. Arzonroq uy ko'rsatib bering deganlar uchun e'tibor qilinglar shu kvartiraga. Telefon qilinglar. Telefon yozilgan profilda, akkaunt yozilgan bo'ladi har doim. Kvartira haqida ma'lumotlar video sharhda, video opisaniyada yozilgan va kommentariyda yozilgan bo'ladi har doim. E'tibor beringlar, o'qinglar. Narxlari, telefonlar hammasi bor. Telefon qilinglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar, ishinglarga omad. Murojaat qilinglar. Kvartirani tavsiya qilaman. 2 xonalik, zali balkoni bilan qo'shilgan, katta zal, kuxnyasi balkonga chiqarilgan. Kuxnyani kattaroq qilsa ham bo'ladi, xona bilan kuxnya bo'ladi. Sanuzel smejniy birga, lekin alohida qilib olsa ham bo'ladi. Murojaat qilinglar, e'tibor beringlar. Narxi 41 ming. Kvadrati 42 kvadrat metr. Telefon qilinglar. Tak, 2 xonali kvartiramiz 2-etajda g'ishli uy, g'ishli dom. To'g'ri, remont kerak, lekin joylashgan joyi juda ham zo'r. Narxi ham arzon. Zalimiz. Отопление issiq, yaxshi ishlaydi. G'ishli dom 2 xonali kvartira Toshkent markazida. Tualet, vanna. Remont talab, lekin joylashgani joyi zo'r. Narxi ham yaxshi.
Bu ikinchi xonamiz. Podyezdni remont qilishni boshlashgan. Podyezd remont qilishni boshlagan. Mirzo Ulug'bek Shoh ko'chasi. Botkina. Oilaviy restoran Shohona.